Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, pensiya olayotgan ota-onalarimiz, vasiylar va yaqinlarga yordam berib kelayotgan farzandlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani sababli ayrim fuqarolar odatdagi sanada pul tushishini kutib, xavotirga tushib qolishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga tegishli. Chunki pensiya bir kun kechiksa ham uy ro'zg'ori, dori-darmon, kommunal to'lov, kredit yoki qarz rejasiga ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nima o'zgargani, kimlar xavotir olmasligi, kimlar albatta tekshirishi kerakligi, qaysi holatlarda banka yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarurligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirdan kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib borishi kerak. Avval pensiya to'lovlari ko'pchilik uchun odatdagi tartibda amalga oshirilardi. Masalan, kimdir har oyning 5 sanasida kartasiga pul tushishiga o'rganib qolgan. Kimdir 2 sana atrofida naqd shaklda olgan. Yana kimdir 12 yoki 10 sanalarda pochta yoki mahalla orqali to'lovni kutgan. Odamlar o'z xarajatlarini ham shu jadvalga moslab qo'ygan. Dori sotib olish, oziq-ovqat olish, kommunal xizmatlar uchun pul ajratish, farzand yoki nabiraga yordam berish. Endi sentyabr oyida jadval qayta tuzilgani aytilayotgani nimani anglatadi? Bu pensiya bekor bo'ldi yoki kamaydi degani emas. Bu pul umuman berilmaydi degani ham emas. Bu avvalo to'lov sanalari. To'lov navbati yoki yetkazib berish tartibida o'zgarish bo'lishi mumkinligini bildiradi. Ya'ni siz avval 7 sanada olgan bo'lsangiz, bu safar 9 yoki 10 sanada olishingiz mumkin. Yoki aksincha, ayrim hududlarda to'lov oldinroq ham amalga oshirilishi mumkin. Eng muhimi, odamlar vahimaga tushmasdan, lekin beparvo ham bo'lmasdan o'z holatini tekshirishi kerak. Bunday qayta tuzilish bir nechta sababga ko'ra bo'lishi mumkin. Birinchisi, oy boshidagi dam olish kunlari yoki bayram kunlari to'lov tizimiga ta'sir qilishi mumkin. Agar odatdagi to'lov sanasi shanba yoki yakshanbaga to'g'ri kelsa, bank amaliyoti keyingi ish kuniga o'tadi. Ikkinchisi, bank kartalari orqali to'lovlar va naqd to'lovlar bir vaqtda amalga oshmaydi. Kartaga pul tushishi tezroq bo'lishi mumkin. Naqd to'lovda esa yetkazib berish jadvali alohida tuziladi. Uchinchisi, hududlar bo'yicha texnik yuklama, ro'yxatlarni aniqlashtirish, hujjatlarni yangilash yoki ayrim pensionerlarning ma'lumotlarini tekshirish kabi jarayonlar bo'lishi mumkin. Men ko'p pensionerlar bilan gaplashganimda bir xil savolni eshitaman. Agar odatdagi kuni pul tushmasa, demak muammo bormi? Har doim ham muammo emas. Lekin uchta holatga e'tibor berish shart. Agar atrofingizdagi bir xil bankdan pensiya oladigan odamlarning hammasiga pul tushib, faqat sizga tushmagan bo'lsa, tekshirish kerak. Agar kartangiz muddati tugagan bo'lsa yoki bloklangan bo'lsa, pul o'tkazmasi ushlanib qolishi mumkin. Agar yaqinda yashash manzilingiz, pasport ma'lumotingiz, bank rekvizitingiz yoki pensiya turi bo'yicha o'zgarish bo'lgan bo'lsa, albatta aniqlashtirish zarur. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa shuki, pensiya to'lovi hamma uchun bir kunda tushmaydi. Ko'pchilik qo'shnim oldi. Men olmadim, demak menga bermayapti deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri xulosa bo'lishi mumkin. Chunki to'lovlar banklar, hududlar, pensiya turi, ro'yxatdagi navbat, naqd yoki plastik karta orqali olish usuliga qarab bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi pensioner kartaga pensiya olsa, unga pul 4 yoki 5 sanalarda tushishi mumkin. Shu mahalladagi boshqa pensioner naqd shaklida olsa, unga to'lov 8 yoki 9 sanada yetkazilishi mumkin. Qishloq hududida yashovchi pensioner esa pochta yoki mas'ul xodim orqali olsa, jadval 10 sanagacha cho'zilishi mumkin. Bu yerda farq odamga nisbatan adolatsizlik bo'lgani uchun emas, balki to'lov shakli va yetkazib berish tartibi boshqacha bo'lgani uchun yuzaga keladi. Ikkinchi muhim masala, sentyabr oyida o'qish, kommunal to'lovlar, mavsumiy xarajatlar ko'payadi. Oilalarda bolalar maktabga boradi, kiyim-kechak, daftar-kitob, transport xarajati ortadi. Pensionerlar ko'pincha o'z pensiyasidan farzand yoki nabiralarga yordam beradi. Shuning uchun pensiya sanasidagi hatto 2-3 kunlik siljish ham odamga sezilarli ta'sir qiladi. Men shuni tavsiya qilaman. Sentyabr oyida pensiya tushadigan aniq sanani bilmasdan turib katta qarz olmang. Kredit to'lovini aynan bir kunga bog'lab qo'ymang. Dori-darmonga kerak bo'ladigan eng muhim pulni oldindan rejalashtiring. Keling, real hayotga yaqin bir misolni olaylik. Dilbar opa har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Odatda pul
6 sanada kartasiga tushadi. U 7 sanada 400 ming so'mlik dori, 300 ming so'mlik oziq-ovqat, 200 ming so'm kommunal to'lov, qolganini esa yo'l va mayda xarajatlarga ajratadi. Agar sentyabrda jadval sababli pul 9 sonda tushsa, Dilbar opa 3 kun qiynalib qolishi mumkin. Bu yerda yechim nima? U oldindan bank ilovasini tekshirishi. Mahalladagi mas'ul xodimdan yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan o'z to'lov sanasini aniqlashtirishi, eng zarur dori uchun ozroq zaxira ajratib qo'yishi kerak. Yana bir misol. Akmal aka nogironlik pensiyasi oladi. Summasi 990 ming so'm. U kartadan foydalanishni yaxshi bilmaydi. Pensiyasini bankomatdan farzandi yechib beradi. Agar karta muddati sentyabr oyida tugagan bo'lsa, pul tushgan bo'lsa ham undan foydalanishda muammo bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Aslida esa karta bilan bog'liq masala bo'ladi. Shuning uchun karta muddatiga qarang. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangilash kerak. Pasport yoki ID karta olib boriladi. Ayrim hollarda eski karta ham so'raladi. Uchinchi misol, Saodat bu pensiyani naqd oladi. U har oy mas'ul xodim kelishini kutadi. Sentyabrda jadval qayta tuzilgani uchun uning ko'chasiga to'lov bir kun keyin rejalashtirilgan bo'lishi mumkin. Saodat bu qo'shnisi kartaga pensiya olgani eshitib xavotirga tushadi. Aslida bu yerda farq to'lov shaklida. Kartaga tushgan pul bilan naqd yetkazib berilgan pulni bir xil sanada kutish to'g'ri emas. Lekin agar belgilangan jadvaldan ham ancha o'tib ketgan bo'lsa, mas'ul tashkilot bilan bog'lanish kerak. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, yaqinda pensiyaga yangi chiqqan fuqarolar. Chunki birinchi to'lovda hujjatlarni rasmiylashtirish, hisob raqamini bog'lash, ro'yxatga kiritish jarayoni sababli sanalarda farq bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, pensiya turini o'zgartirganlar. Masalan, yoshga doir pensiyadan boshqa to'lov turiga o'tgan yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha hujjat topshirganlar. Uchinchidan, bank kartasini almashtirganlar. To'rtinchidan, yashash joyini boshqa tumanga ko'chirganlar. Beshinchidan, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Chunki ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, pulni olishda muammo tug'iladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiya turi o'sha bo'lsa, siz bilan bir xil hududdagi pensionerlarning ko'pchiligida ham to'lov hali boshlanmagan bo'lsa, demak bu oddiy jadval siljishi bo'lishi ehtimoli yuqori. Bunday paytda har soatda bankka qo'ng'iroq qilish yoki darrov shikoyat yozish shart emas. Lekin to'lovlar hududingizda boshlangandan keyin ham sizga pul tushmasa, shunda aniq harakat qilish kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala, pensiya kartaga tushdi degani SMS darhol keladi degani emas. Ba'zan SMS xabarnoma kechikadi yoki telefon raqami kartaga ulanmagan bo'ladi. Pensioner menga pul tushmadi deb o'ylaydi. Lekin bankomat yoki bank ilovasida balansni tekshirsa, pul allaqachon tushgan bo'ladi. Shuning uchun faqat SMS ga ishonib qolmang. Balansni bankomatdan, bank ilovasidan yoki bankning rasmiy aloqa markazi orqali tekshiring. Ikkinchi nozik masala, telefon raqami o'zgargan bo'lsa, xabarnoma kelmasligi mumkin. Ko'p pensionerlar telefon raqamini farzandlari nomiga rasmiylashtirgan bo'ladi yoki eski raqam ishlamay qolgan bo'ladi. Agar bank kartasi eski raqamga ulangan bo'lsa, SMS boshqa joyga ketishi yoki umuman kelmasligi mumkin. Bu pensiya tushmadi degani emas. Bankka borib amaldagi telefon raqamini kartaga ulatish kerak. Uchinchi masala, karta bloklanishi. Karta PIN kodi bir necha marta noto'g'ri kiritilsa, karta vaqtincha bloklanishi mumkin. Shubhali amaliyot bo'lsa ham, bank karta operatsiyasini cheklashi mumkin. Masalan, pensioner kartasini nabirasiga beradi. Nabira internetda to'lov qiladi. Keyin bank xavfsizlik sababli cheklov qo'yadi. Pul hisobda turadi, lekin undan foydalanish qiyinlashadi. Bunday holatda pensiya jamg'armasiga emas, avvalo bankka murojaat qilish kerak. To'rtinchi masala, ishonchnoma. Agar pensioner o'zi bora olmasa va pensiyani boshqa odam olib yursa, ishonchnomaning muddati juda muhim. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, mas'ul xodim yoki bank pulni berishga haqli bo'lmasligi mumkin. Bu pensionerning puli yo'qoladi degani emas, lekin olish jarayoni to'xtab turadi. Yangi ishonchnoma rasmiylashtirish talab qilinadi. Ayniqsa yotib qolgan, harakatlanish qiyin bo'lgan, uzoq qishloqda yashaydigan pensionerlarning farzandlari bu masalaga oldindan qarashi kerak. 5-masala.
yashash manzili o'zgargan bo'lsa, pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chib o'tsa, lekin rasmiy ma'lumotlar eski manzilda qolsa, to'lov jadvali ham eski hudud bo'yicha yurishi mumkin. Naqd to'lov olayotganlarda bu ayniqsa muhim. Siz boshqa mahallada yashayapsiz, lekin ro'yxatda eski mahallada turgan bo'lsangiz, mas'ul xodim sizni yangi joydan topolmasligi mumkin. Shuning uchun manzil o'zgarganda pensiya jamg'armasi va tegishli tashkilotlarga xabar berish lozim. 6-masala, pensiya miqdori bilan bog'liq savollar. Jadval qayta tuzilgani pensiya summasi avtomatik kamaydi degani emas. Agar siz avval 20 million 400 ming so'm olgan bo'lsangiz, jadval o'zgargani uchun birdan 20 million 200 ming so'm bo'lib qolish kerak emas. Agar summa o'zgarsa, buning alohida sababi bo'ladi. Qayta hisob-kitob, ortiqcha to'langan summani ushlab qolish, hujjatdagi o'zgarish, qo'shimcha to'lovning tugashi yoki boshqa rasmiy asos. Shuning uchun summa kamayganini ko'rsangiz, jadval shunaqa ekan deb qo'ya qolmang. Albatta izoh so'rang. 7-masala, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim holatlarda pensiyadan ma'lum miqdorda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu aliment, sud qarori. Kredit bo'yicha ijro hujjati yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Pensioner kartaga odatdagidan kam pul tushganini ko'radi va buni jadval o'zgarishi bilan bog'laydi. Aslida masala boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan tushum miqdorini, pensiya jamg'armasidan esa hisob-kitob asosini aniqlash kerak. 8-masala firibgarlik. Jadval o'zgargan paytda odamlar ko'proq xavotirda bo'ladi. Firibgarlar esa aynan shunday vaziyatdan foydalanadi. Sizga kimdir qo'ng'iroq qilib, pensiyangizni tezlashtirib beramiz. Kartangizni tasdiqlash kerak. SMS kodni ayting, plastik raqam va PIN kodni yuboring desa, hech qachon ishonmang. Pensiya olish uchun hech kimga karta PIN kodi, SMS kod, bank ilovasi paroli berilmaydi. Rasmiy xodim bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar bunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating va bankning rasmiy raqamiga murojaat qiling. 9-masala, bayram yoki dam olish kunlari. Agar pensiya tushadigan sana ish kuniga to'g'ri kelmasa, to'lov keyingi ish kuniga o'tishi mumkin. Masalan, pensioner har oy 30 sanada pul oladi, lekin bu sana yakshanbaga to'g'ri keldi. Bank amaliyoti dushanba kuni amalga oshishi ehtimoli bor. Shu bir kunlik farqni ba'zan odamlar katta muammo deb qabul qiladi. Men bu yerda shuni aytaman. Birinchi navbatda kalendarga qarang, keyin bank amaliyoti vaqtini hisob qiling. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz pensiyani qanday shaklda olishingizni aniqlang. Karta orqalimi, naqd shakldami, bank kassasidami, pochta yoki yetkazib berish tartibidami? Chunki har bir shaklning jadvali boshqa bo'lishi mumkin. Agar siz kartaga olsangiz, balansni kamida 2 yo'l bilan tekshiring. SMS ga qarang va bankomat yoki ilovadan balansni ko'ring. Agar naqd olsangiz, mahalla yoki mas'ul yetkazib beruvchi bilan jadvalni aniqlang. Ikkinchi qadam. Hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qiladimi? Bank kartangiz muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz ishlayaptimi? Ishonchnoma bo'lsa muddati bormi? Shu oddiy tekshiruv ko'p muammolarning oldini oladi. Ayniqsa farzandlar ota-onasining kartasini ko'rib qo'ysin. Karta muddati tugashiga yaqin bo'lsa, bank oldindan borib almashtirish kerak. Pul tushadigan kuni karta muammosi bilan yugurib yurish pensioner uchun ham, oila uchun ham ortiqcha tashvish. 3-qadam. Agar pul tushmasa, darhol vahimaga tushmang. Lekin sanalarni yozib boring. Masalan, avval 6 san dollardingiz, bu safar 6 sanda tushmadi. 7 sanda ham tushmadi. Hududingizdagi boshqa pensionerlarga ham tushmagan bo'lsa, kutish mumkin. Lekin 2-3 ish kuni o'tib, atrofdagilarga tushib bo'lgan, sizda esa yo'q bo'lsa, murojaat qilish kerak. Murojaat qilganda menga pensiya tushmadi deb umumiy aytish yetarli emas. To'liq ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili, pensiya turi, bank nomi, karta oxirgi 4 raqami, oxirgi marta qachon pensiya olganingizni aniq ayting. 4-qadam, qayerga murojaat qilishni to'g'ri tanlang. Agar pul hisoblanganmi yoki yo'qmi, pensiya miqdori nega o'zgargani, hujjat bo'yicha muammo bormi degan savol bo'lsa, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilinadi. Agar pul tushgan lekin kartadan yechib bo'lmayapti, karta bloklangan, SMS kelmayapti, bankomat pul bermayapti, ilovada xatolik chiqibdi degan holat bo'lsa, avvalo bankka murojaat qilinadi. Ko'pchilik shu ikki yo'nalishni aralashtirib yuboradi va vaqt yo'qotadi. 5-qadam, murojaat uchun hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta
pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi, ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi, telefon raqamingiz, yashash manzili kerak bo'ladi. Agar pensiya summasi kamaygan bo'lsa, bankdan tushum haqida ma'lumot yoki SMS xabarini saqlab qo'ying. Agar siz boshqa odam nomidan murojaat qilsangiz, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat yoki ishonchnoma talab qilinishi mumkin. 6-qadam, yozma murojaat qilishdan qo'rqmang. Og'zaki so'rasangiz, javob ham og'zaki bo'lib qoladi. Agar masala cho'zilsa, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: men falonchi har oy pensiya to'lovini falon bank kartasi orqali olaman. Sentyabr oyi uchun pensiya to'lov belgilangan muddatda kelib tushmadi yoki miqdori avvalgi oylardan farq qildi. Ushbu holat bo'yicha hisob-kitob va to'lov sanasi yuzasidan yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Arizada sana. Imzo, telefon raqami bo'lishi kerak. 7-qadam, oilada pensiya rejasini alohida tuzing. Men doim aytaman, pensiya olayotgan odamning puli oilaning eng nozik daromadi bo'lishi mumkin. Chunki bu pul ko'pincha dori, davolanish, oziq-ovqat va kommunal to'lovga ketadi. Sentyabr kabi xarajat ko'payadigan oyda pensiya 2-3 kun kechiksa ham uyda zaxira bo'lishi kerak. Kamida eng zarur dorilar uchun 3-5 kunlik zaxira. Non va asosiy oziq-ovqat uchun ozroq mablag' ajratib qo'yish maqsadga muvofiq. 8-qadam, boshqa pensionerlarning gapiga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. Mahallada hammaning pensiyasi to'xtabdi. Endi faqat falon bank beradi. Kartani almashtirmaganlarga pul berilmaydi kabi gaplar tez tarqaladi. Bunday gaplarning hammasi ham to'g'ri bo'lavermaydi. Siz aniq ma'lumotni bankdan, pensiya jamg'armasidan, mahalla mas'ullaridan yoki rasmiy axborot kanallaridan oling. Ayniqsa internetdagi noma'lum xabarlar asosida karta ma'lumotlarini hech kimga yubormang. 9-qadam, agar pensioner yoshi katta bo'lsa, farzandlar yordam berishi kerak. Ota-onamiz ko'pincha bank ilovasini ishlatmaydi. SMSni tushunmasligi mumkin. Karta muddati qayerda yozilganini bilmasligi mumkin. Bu uyat emas, bu tabiiy holat. Farzandlar oy boshida 10 daqiqa vaqt ajratib, karta olatini, telefon raqamini, pensiya tushgan-tushmaganini tekshirsa, katta muammolar oldi olinadi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar e'tibordan chetda qolmasin. Demak, sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani eng avvalo to'lov sanalari va tartibida silish bo'lishi mumkinligini anglatadi. Bu pensiya bekor bo'ldi yoki hamma uchun bir xil kunda tushadi degani emas. Siz o'zingizning to'lov shaklingizni, bank kartangizni, hujjatlaringizni, telefon raqamingizni va ishonchnoma muddatini tekshirishingiz kerak. Agar odatdagi sanada pul tushmasa, avval hududingizdagi jadvalni aniqlang. Keyin bank yoki pensiya jamg'armasiga to'g'ri yo'nalishda murojaat qiling. Eng muhim qoida shuki, vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Pensiya sizning qonuniy daromadingiz, uni olish tartibi bo'yicha savol berishga, tushuntirish talab qilishga va yozma javob olishga haqqingiz bor. Shu mavzu bo'yicha sizda qanday holat bo'lyapti? Sentyabr pensiyangiz odatdagi sanada tushdimi yoki kechikyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga ham yuboring.